Assalomu alaykum. Kanalimiz mehmonlar va kanalimiz a'zolari. Mana bugun sanamiz 12-aprel 2025-yil. Koreyskiy emas bular, italyanskiy Clary sortlarimiz. 25 shunaqa 25 adashmasam mart kuni ekilgan. Xullas, ro'zani oxirgi 10 kunligida ekilgan narsalar. Bu ko'chatlarimiz, Clarylarimiz o'tgan yilgi ona ko'chatlar hisoblanadi. Kokosda turgan joydan mana tay kokos. Yerga shunda o'tkazib qo'yganmiz. O'tkazib kokosni ikkita tomondan kokos mana ikki tomondan turpoq tortib qo'yib qo'ygan joyimizda. Shu holatda guli, mevasi juda ham chiroyli holatda meva olyapti, gullayapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yil ekilgan narsalar mana. Aralashlayapti. Qo'ng'ishlar arlari, mevalari. Xudo xolasa 15-20 kunda bular ham sotuvga chiqib qoladi. Bu tomon buyog'i ko'rinyaptimi? Yaqin juda zo'r yaltirayapti. Yaltirashiga gap yo'q, salofani quyoshga tarashiga. Stakandagi ko'chatlar bo'lgan bular hammasi. O'tgan yili qishda o'sha yerda dalada qo'ygan, ish maydonimizda 18 soat maydonda qo'ygan. Mana aralashlayapti. Ularda meva bor. Ular ham qo'lidan kelganicha mevani beradi. Qo'lidan kelganicha mevani berib, gulgi sezon o'tkazadi endi bu ko'chatlarimiz ham. Italyanskiy Clary. Juda ham zo'r holatda. Birinchi gul meva, ikkinchi gul mevadan bilan bargi chiqqan, tagidan yo gul yoki barg harakat qilyapti. Har bittasida alohida meva, har bittasida meva mana. Ular mevalar yurishni boshlab qo'ygan. Ajoyib holatda. Astoydil qarab bu tomondan ham hosil olishga harakat qilamiz. Sotamiz, daromad qilish kerak. Har bitta ish tirikchilik uchun, yaxshi mehnat, yaxshi daromad uchun. Bu tomonlari mana. Bargidan ozuqa sep deyapti. Go'shodalar mana katta olib chiqyapti mana. Ikkinchisi biri, ikkinchisi, ana uchinchisi mana. Go'shodalar uzun bo'lib ketyapti bu ham. Go'shodani Clary ham yormani tashlayapti endi, xudo xolasa.
gullari. Arilar to'xtovsiz ishda. Mana ko'chatlarimiz bular sotuvda. Hammasi sotiladi. Mana tagiga suv deyapti. Hop, bu tomonga kelsak, bu tomon Koreyskiy Solxan ochiq maydonda eksperimentga qilingan narsamiz. Hosillari gulshodalar har bitta qaynog'ida gulshodalar chiqyapti. Bu tomonda ham ari tungani yo'q. Ishlar yuribdi arilar. Mana qaynov. Birinchi ko'chat, mana ikkinchi ko'chat qaynovi. Qaynov zo'r. Shunga yarasha har bitta ko'chatni tagida mevasi ham zo'r. Bu tomonda mana meva yurib qolgani ham bor ekan. Mana. Tanablar ham alborligiga yurib kelib qoldi. Mana bu tomonda mana. Ash holatda. Trips. Dori qilamiz ekan tripsga. Ochiq maydonga trips juda ko'p tushar ekan. Trips ko'rinib qopti. Dorisini beramiz. Hamikatan sepamiz, ilojimiz yo'q. Bo'lmasam biz kutgan hosilda olishimizga yo'l qo'ymaydi bu trips degan narsa. Hozircha shu holat. Tomondan hali chiqib ishini boshlaganimiz yo'q. Ishimiz biroz ko'payib qoldi. Shuning uchun isbot qilganimiz yo'q. Shu holat hozircha bizda. Mana shu holatni ozgina ko'rsatib o'tish niyatim bo'ldi. Ko'rsatib o'tish uchun video qilib, inshaalloh videosini nimaga chiqaramiz, internetga joylaymiz, kanalimizga ko'rib kuzatib boraverasizlar. Ochiq maydonga Koreyskiy Solxandan ko'ra yaxshi gapirar ekan. Zo'r gapirar ekan.
Har bir bahorda bir martalik hosil beradigan sortlarga boradi. Boryapti shu holat, ko'rsatyapti o'zini. So'lxandan pallagi kichkina. Bu hosili bagidan ko'ra meva ko'p. So'lxan avval katta bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Boricha uni ham hosilni olamiz. Shu holat hozircha. Maylida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Iloji boricha yangiliklar qo'yib borishga harakat qilib boramiz. Bizda hozircha shu